Maysalarni qo'zg'ab asta boshini, bulutlarni to'kib ko'zdan yoshini, taftini oshirib yurt quyoshini, zaminda bahordir yashnatib olam, ko'ngillarni shod etar Navro'z olam. Azizlar, biz yana sizlar bilan Navro'z umumxalq sayli o'tkazilayotgan hududdan xabar qilyapmiz. Ayni vaqtda har bir tumanga kichik pavilyonlar ajratib berilib, u yerda har bir tuman o'zini milliy taomlarini ko'rgazma qilishmoqda. Hozir esa jarayonlar davom etyapti. Bezatish, chiroyli qilish jarayonlari. O'rtada esa Navro'zning milliy taomi bo'lgan sumalak qaynatilmoqda momolarimiz tomonidan. Biz ham hozir ular bilan sumalak qaynayotgan qozon atrofida suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Adashmasam bu sumalak kechadan beri qaynayapti. Soat 9 ga o'tgan edik. Ertalab. Kechqurun 9 dan beri qaynayotgan sumalak menimcha juda bir maromiga yetyapti. Nima issiq, havoni issiqligi, Termiz shahrining issiqligi sizlarga qiyinchilik tug'dirmayapti? Yo'q. Nechta sumalaklar pishirib beryapmiz. Necha yildan beri aynan sumalak pishirish bilan? Men 25 yil bo'ldi pishirgan. 25 yildan. 25 yildan beri pishirib beraman. O'zim o'stiraman, o'zim pishirib beraman. Kelinlar bilan pishirib yuraman. Yurtimizda bayramlar ko'payaversin. Hammalar tanjonlari sog' bo'lsin. Mana shunday bayramlarda hamisha yaxshi kayfiyatlarda mana shunday oshlarni pishirib elga ehsonlarni tarqataveraylik. Yurtimiz tinch bo'lsin, totuv bo'lsin, baraka xayrli bo'lsin. Yanagi Navro'zlarga ham sog' salomat yurib pishirib beraveraylik. Xalqqa xizmatini qilaveraylik. Baraka bersin, prezidentimiz ham omon bo'lsin. Sog' salomat yursin, balalar bilan. Endi biz ham bir niyat qilib sumalak qavrab ko'ramiz.